beri mana shu sigirimiz kasal, mazasi bo'lmayapti. Davolash ishlarini olib borishgan, lekin unchalik o'zgarish bo'lmayapti. Hozir biz keraklicha bo'lgan diagnozlarni qo'yib, o'zimiz muolajalarni boshladik. Shuncha kapnitsa, shuncha antibiotik ukollarni olgandan keyin organizmdagi mikrofloralar o'lib, jigarga katta nagruzka tushib ketadi. Ularni qayta tiklash uchun, immunitetni ko'tarish uchun Dastim preparatidan ham foydalanamiz. Natijalarini tez kunda kutib qolamiz.